Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va bizni kuzatib borayotgan aziz do'stlar. Do'stlar, mana yaqinda bir hafta oldin mana shu dishchamizga, yashikchamizga qalampir urug'ini sepgandik. Do'stlar, o'zlaring ko'rib turganlaringdek bir haftaning ichida, ya'ni bu yo'limizga ekilgan bu. Bir haftaning ichida mana shu darajaga kelib qoldi do'stlar. Endi xudo xolasa hovlimizga buni ko'chat qilamiz. Yana biror haftaning ichida, ya'ni 3-4 kunda ichida bo'ylari 10 santimetrga borib qolsa kerak degan umidda turibmiz hozircha. Har kuni bir mahal suv berib turamiz. Ya'ni hozir kunni issiqligi munosabati bilan tez chanqaydi, bilasizlar do'stlar. Biyogimizga eksangiz bexato chiqar ekan. Mana endi har xil qalinlikda tushib qolgan. Endi orasidan siyraklatib, masalan, hozir men siyraklatganim yo'q, ichida har xil chiqqan yovvoyi o'tlarni olib turibman do'stlar. Hozir bir sho'raga o'xshagan o'tlar chiqib qolgan ichidan. Ko'rganingizdek bunaqa o'tlar, ya'ni bu qalampir emas bu. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar.